Salom janoblar savdogarlar va investorlar. Loyiha siz bilan aloqada Guru Markets. Kompaniya haqida qisqacha ma'lumot bilan boshlaylik. Bir oz ko'proq biz har bir parametrni batafsil ko'rib chiqamiz. Agar kerak bo'lsa, pauza qilish mumkin. Korporatsiyaning har bir ko'rsatkichini batafsil o'rganishingiz mumkin. Biz kompaniyaning joriy fundamental ko'rsatkichlarini ko'rib chiqamiz. Nvidia Corporation Ticker NVDA. Ushbu sharh 2025 yil 29 maydagi ma'lumotlarga asoslanadi. Tasnifi bo'yicha Guru Markets kompaniya Nvidia Corp pastki toifaga kiradi. Tahlil qilishda 35 ta tashkilot ishtirok etmoqda va bu juda vakillik. O'rganilayotgan kompaniya bo'yicha umumiy natija quyidagicha: 10 balldan 3-5 ball. Pastki kategoriya uchun o'rtacha ball 3-2 ballni tashkil qiladi. Agar siz bunga kengroq qarasangiz, butun AQSh bozorida bir butun sifatida butun fond bozori uchun o'rtacha ball 1.9 ekanligini ko'rishingiz mumkin. Kompaniyaning 3-5 balliga qarshi Nvidia Corp. Kompaniya aksiyalari narxining harakatini solishtirish orqali Nvidia Corp va kichik toifadagi kompaniyalar ko'rishimiz mumkinki, kompaniyaning aksiyalari 12 oy ichida Nvidia Corp 29.9% ga o'zgarishni ko'rsatdi. 29.2% kichik toifadagi narxlarning o'zgarishiga qarshi. Kompaniyaning bozor kapitallashuvi Nvidia Corporation 3287.15 milliard dollarga baholangan. Va kichik toifaning bozor kapitallashuvi 385 milliard dollarni tashkil etadi. Kompaniyaning balans qiymati 78.31 milliard dollarga baholanmoqda. Kichik toifadagi kitob kapitallashuvi 87 milliard dollarni tashkil etadi. Bozor va balans kapitallashuvi ulushlarini taqqoslab, biz quyidagilarni ko'rishimiz mumkin. Baham koring Nvidia Corporation kichik turkumda fond bozori bahosi bo'yicha 97.115% ni tashkil etadi. Balans qiymati 89.604% ni tashkil etadi. Kompaniyaning bozor ulushini va kichik toifadagi balans qiymatini baholash yomon -1 ball. O'rganilayotgan tashkilot 179 milliard dollar qarz majburiyatlariga ega. Balans qiymatiga bo'lgan qarz kompaniya kapitalining 13% ni tashkil qiladi. Kompaniyaning qarz majburiyatlari darajasi bo'yicha natija yaxshi 1 ball. Kompaniyaning bozor narxining daromadga nisbati 45.1. Kichik toifa uchun o'rtacha 48.7 bilan. Kichik toifadagi kompaniyalar bilan taqqoslaganda fond bozori qiymatining foyda nisbati bahosi yaxshi 1 ball. So'nggi 12 oydagi foyda 72.868 million dollarni tashkil etdi. Kelgusi 12 oy uchun prognoz qilingan foyda 137.101 million dollar bo'lishi kutilmoqda. Prognoz qilinadigan kelajakdagi foyda ko'rsatkichini kichik toifaga nisbatan baholash yaxshi 5 ball. Kompaniya narxining daromadga nisbati 25.2. 25 kichik kategoriya uchun o'rtacha. Bozor bahosini daromad ko'rsatkichlariga kichik toifadagi ko'rsatkichlar bilan solishtirganda baholash otish mumkin 10 ball. Oxirgi 12 oydagi daromad 130.480 ni tashkil etdi. Kelgusi 12 oylik kelajakdagi daromad 191.6 milliard dollar bo'lishi kutilmoqda. Prognoz qilinadigan kelajakdagi daromad ko'rsatkichlarini kichik toifadagi ko'rsatkichlar bilan taqqoslaganda baholash yaxshi 5 ball. Savdo marjasi 55.8% ni tashkil etadi. Kichik toifadagi o'rtacha 51.4% ni tashkil etadi. Kichik toifadagi kompaniyalar faoliyati bilan solishtirganda sotish rentabelligini baholash yaxshi 5 ball. Kichik
Kichik toifalar bo'yicha xodimlar soni bo'yicha kompaniyaning ulushi 76,137% ni tashkil etadi. Bu bozor kapitallashuv ulushidan 28% ga kam. Tashkilotning bir xodimiga to'g'ri keladigan kapital miqdori 91,325 ming dollarni tashkil qiladi. Pastki kategoriya uchun esa 71,597 ming dollarni tashkil etadi. Bir xodimga to'g'ri keladigan kompaniya kapitali miqdorini kichik toifadagi ko'rsatkichlar bilan taqqoslaganda baholash, otish mumkin. Ball. Kompaniyaning bir xodimiga to'g'ri keladigan foyda miqdori 2024 ming dollarni tashkil etadi. Kichik toifadagi o'rtacha 469,6 ming dollarni tashkil etadi. Kompaniyaning bir xodimga to'g'ri keladigan foydasini kichik toifadagi ko'rsatkichlar bilan taqqoslaganda baholash, yaxshi, 5 ball. Kompaniyaning bir xodimga to'g'ri keladigan savdo hajmi 3625 ming dollarni tashkil etadi. Kichik turkumda 2861 ming dollar. Pastki kategoriya ko'rsatkichlari bilan solishtirganda har bir xodimning reytingi bo'yicha daromad, yaxshi, 5 ball. Qisqa muddatli bitimlar hajmi 1% ga to'g'ri keladi. Kichik toifa uchun o'rtacha 3% ni tashkil etadi. Texnik ko'rsatkich esa 14 kompaniya uchun 67% darajasini ko'rsatadi. Nvidia Tor. Pastki kategoriya darsi darajasi 14, taxminan 67% ni tashkil qiladi. Kompaniya aksiyalari hozirda taxminan $135 ga baholangan. Kompaniya aksiyalari uchun konsensus bahosi $163 atrofida. Keling, siz uchun mavjud bo'lgan buyurtma jadvaliga o'tamiz. Unga havola mahkamlangan izohda. Buyurtmalar jadvali ma'lum bir mavsumda baholash ma'lumotlari va ma'lumotlar tizimi tomonidan qabul qilingan barcha qarorlarni o'z ichiga oladi. Guru Markets. Buyurtmalar jadvaliga kirish bepul va ochiq, bog'langan izohdagi havola. Kompaniyaning tahlili natijasida Nvidia Tor. Aksiyalarni baholash bo'yicha ma'lumotnoma tizimi Guru Markets qaror qabul qilindi. Bitimni ochmang, chunki joriy video umumiy ko'rinishdir. Ushbu videoni tomosha qilganingiz va yordam tizimidan foydalanganingiz uchun barchangizga katta rahmat. Guru Markets.